Yo'ldashxo'ja Solijonov deganda zabardast olim, ilmiy ma'rifiy ijodiy asarlari bilan adabiyotimiz taraqqiyotiga katta ulush qo'shayotgan ziyoli ko'z o'ngimizga keladi. Adabiy faoliyati doirasida 40 dan ortiq kitoblar, o'quv qo'llanmalari, 500 dan ziyod maqolalarga mualliflik qilgan ustozning bir o'quv yilida chop etilgan 4 ta yangi kitoblari taqdimotida qatnashdik. Nufuzli oliy ta'lim dargohlari olimlari, professor o'qituvchilari va Farg'ona davlat universitetining jamoasi talabalari ishtirokida o'tkazilgan kitob taqdimotida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi 85 yoshni qarshi olayotgan ustozning salkam 65 yillik ijodiy faoliyatlari e'tirof etildi. Filologiya fanlari doktori professor Yo'ldosh Solijonov bilan men qariyb 60 yillik qadrdonman. 1960-yillar oxirlarida Farg'onaga ishga taklif qilinib, o'sha bu yerda ko'p bor tilga olindi. Kommuna degan gazeta dargohiga kelganimizda Yo'ldosh Solijonov bilan duch kelganmiz. U kishi Farg'ona davlat institutini, u paytda institutlarda tamomlab shu dargohga ishga kelishgandi. Men buni bejiz aytmayapman. Mana shu qariyb 60 yillik qadrdonligimizda Yo'ldosh Solijonovga nisbatan men ko'proq undan qarzdorlik hissini tutaman. Shu yoshga kelib nechta kitob yozgan bo'lsam, nechta bir asar e'lon qilgan bo'lsam, juda ko'pida Yo'ldosh Solijonovning qandaydir hissasi bor. Bitta misol. Bir anjumanda o'tirganimizda siz dedi, Charxiydon haqida bitta kitob yozing dedi. Charxiyni sizdan ko'ra Farg'onada yaxshi biladigan odam yo'q u. Yo'ldosh Solijonov turkisi bilan ustozlarga ehtirom degan kitob yuzaga keldi. Birinchi nusxasini Solijonovga berdim. Olimning ilmiy izlanishlari asosida yaratilgan har bir kitob muallif zehn va idrokidan bunyod bo'ladi. Ilmiy nazariy asoslar bilan to'ldirilgan kitob esa o'zbek prozasi, nasrida dong taratgan ulug' yozuvchilar Said Ahmad, O'tkir Hoshimov kabi ijodkorlar asarlaridagi obrazlar tiliga bag'ishlangan tahlillarga to'la. Tadbirda so'z olgan adabiyotshunos olimlar Yo'ldashxo'ja Solijonovning adabiy mahorati, so'zga munosabati haqida gapirdilar. Yo'ldashxo'ja Solijonovni asosiy ilmiy yo'nalishi prozada, ya'ni nasrdagi nutq va uslub masalasiga bag'ishlangan. 20-yillarni oxiri o'zbek nasrida katta bir o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bu Omon Muxtor romanlari, Xurshid Do'stmuhammad romanlari, Murod Muhammad Do'st o'sha o'z davrida katta bir shov-shuvlarga sabab bo'lgan Lolazor romani va boshqa bir qancha asarlar misolida domla o'zbek nasridagi yangilanishlar jarayonini tadqiq etdi va o'zbek adabiyotshunosligida u qadar yaxshi o'rganilmagan bir sohani monografik planda ochib berdilar. Tilimizda zamonamiz qahramonlari degan ta'rif bor. Umrini ilmga baxshida etgan ustoz chin ma'noda davr qahramoni, tanqidchi, o'tkir nigohli jurnalist, olim sifatida millat ma'rifati yo'lida fidoyilik ko'rsatayotgan ulug' inson bugun shogirdlari, hamkasblarining ardog'ida. Undan keyin ham qolgan hayotimni kitob yozishga tashkil etishga harakat qilaman. Kitob yozish mening odatim. Siz yasholmayman. Ilmli odamning yo'li pok, sof bo'ladi. Shuning uchun men yoshlarga ilm oling, ilm oling, ilm oling deb aytaman va ilm yo'li nur yo'li. Bu albatta maqsadingizga erishasiz deb o'ylayman. Yo'ldashxo'ja Solijonov Hazrat Navoiy ta'bir bilan aytganda favoidul kibar, keksalik foydalaridan yoshlarni bahramand qilish ishqi bilan yashaydilar. Oramizda bunday talabchan ilm ahllarining borligi esa yashamoq mas'uliyat, ilm yo'li igna bilan quduq qazmoq ekanini eslatib turadi.